qiyomat kunida qani ikkita do'stni olib keladi qani. Ikkita do'st qiyomat kunida hisob-kitob paytida ko'rishib qoladigan qani. Shu do'stlar bir-birimizga saxiy bo'laylik, bir-birimizga hech qachon foydamizni ayamaydigan ma'noda qiyomatda ikkita do'st ko'rishib qoladi. Biri so'rar ekan ikkinchisidan, "Holing nima bo'lyapti holating?" Shunda biri aytar ekanki, "Alloh meni hisob-kitob qiluvdi. Jannatga kirishimga bitta yaxshilik yetmay qoldi qarang. Bitta savob amal jannatga kirishimni nima qilib turibdi? To'sib turibdi. O'zing nima qilding? O'rta shu Xudo meni hisob-kitob qiluvdi. Nomai amolimda atiga bitta yaxshilik bor ekan, xolos boshqa yaxshilik yo'q ekan." Shunda deydi qarang, do'st baribir haqiqiy chin do'st o'zini do'stini hatto shu paytda ham o'ylaydigan, haligi bitta yaxshiligi bor odam bitta yaxshilik jannatga kirishiga yetmay qolayotgan odamga mana shu meni yaxshiligim olgin. Ikkovimiz ham do'zaxga kirmaydi. Bitta men kelay, sen kelgin jannatga deb qarang. Haligi bitta yaxshiligi bor do'st, narigi do'stiga hadya qilar ekan qarang savobini. Bo'lmasam o'zida bitta xolos. Narigi do'sti bitta yetmay turibdi. Men kerak do'zaxga, jahannamga yesam. Haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi azizlar. Chin do'st, haqiqiy do'st shunaqa do'stlarni ko'paytiringlar, shunaqa chin do'st